Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yil avgust oyida pensiya masalasida kim kutishi kerak, kim hujjat tayyorlashi kerak, kim esa umuman xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyimizda ota-ona, bobo-buvi, yaqin qarindosh yoki ertaga o'zimiz pensiya yoshiga yetamiz. Eng katta xato shuki, ko'pchilik yoshim yetganda avtomatik pensiya chiqadi deb o'ylaydi. Yo'q, pensiya o'z-o'zidan tayinlanmaydi. Hujjat, ish staji, sug'urta badallari, tug'ilgan sana, imtiyozli toifalar, ishlagan joylarning arxivi, bularning hammasi tekshiriladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. 2026 yil avgustda kim pensiyaga chiqishi mumkin? Kim oldindan tayyorgarlik ko'rishi kerak? Kimning hujjatida muammo chiqishi mumkin? Va eng muhimi, qanday qilib o'z huquqingizni yo'qotmaslik kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha kam odam sarson bo'ladi. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun oddiy tuyulardi. Erkaklar ma'lum yoshga yetadi, ayollar ma'lum yoshga yetadi, mehnat daftarchasi bor, tamom pensiya tayinlanadi deb qaralardi. Lekin amalda bunday emas. Pensiya tayinlashda faqat yosh emas, balki ish staji, rasmiy ishlagan davr, arxiv ma'lumotlari, ayrim hollarda harbiy xizmat, bola parvarishi davri, o'qish davri, zararli mehnat sharoitlari, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik kabi holatlar ham hisobga olinadi. Hozir eng muhim o'zgarish shundaki, ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni ilgari odam mana mehnat daftarcham bor deb borgan bo'lsa, bugun mas'ul idora uning ma'lumotini elektron tizimlardan, arxivdan, soliq va bandlik ma'lumotlaridan ham solishtiradi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni kuchaytiradi. Lekin yomon tomoni shundaki, eski korxonalarda ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, mehnat daftarchasiga muhr noto'g'ri bosilgan, familiyasi o'zgargan, hujjatda xatolik bo'lgan odamlar ko'p qiynaladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiya yoshiga yetgan kuni boradi. Keyin unga falon yildagi ish stajingiz tasdiqlanmadi. Arxivdan ma'lumot olib keling. Familiyangiz turmushdan oldingi hujjat bilan mos kelmayapti. Mehnat daftarchasidagi yozuvda buyruq raqami yo'q deyishadi. Natijada odam bir oy emas, ba'zan 3 oy, 6 oy hujjat yig'ib yuradi. Shuning uchun 2026 yil avgustda pensiyaga chiqishni kutayotganlar hozirdan tayyorlanishi kerak. Endi asosiy savolga o'tamiz. 2026 yil avgustda pensiya masalasini kim jiddiy ko'rib chiqishi kerak? Birinchi navbatda o'sha oyda pensiya yoshiga yetadigan fuqarolar. Odatda umumiy tartibda erkaklar 6 yoshga, ayollar 75 yoshga yetganda yoshga doir pensiya masalasi ko'rib chiqiladi. Demak, agar erkak kishi 1936 yil avgust oyida tug'ilgan bo'lsa, u 2026 yil avgustda 60 yoshga to'ladi va pensiya uchun murojaat qilish masalasini o'ylashi kerak. Agar ayol kishi 1971 yil avgust oyida tug'ilgan bo'lsa, u 2026 yil avgustda 75 yoshga to'ladi va pensiya masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Lekin men bu yerda juda muhim ogohlantirish beraman, faqat tug'ilgan yilga qarab xulosa chiqarmang. Chunki pensiya huquqi yosh bilan birga zarur ish stajiga ham bog'liq. Agar staj yetarli bo'lmasa, pensiya miqdori juda kam bo'lishi yoki ayrim holatda yoshga doir pensiya emas, boshqa turdagi ijtimoiy to'lov masalasi ko'rilishi mumkin. Shuning uchun men oltinga kirdim. Endi albatta yaxshi pensiya olaman degan fikr xavfli. Masalan, birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi erkak 1916 yil 12 avgustda tug'ilgan. U 1916 yildan 2005 yilgacha zavodda rasmiy ishlagan, keyin 2006 yildan 2020 yilgacha bozorda o'zini o'z band qilmasdan norasmiy savdo qilgan. Keyin 2021 yildan yana rasmiy ishga kirgan. U o'zini men butun umr ishladim deb hisoblaydi. Hayotiy jihatdan bu to'g'ri, lekin pensiya hisobida faqat tasdiqlangan rasmiy davrlar muhim. Agar 2006-2020 yillar uchun rasmiy badallar, soliq o'zini o'zi band qilganlik yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlar bo'lmasa, bu davr stajga kirmasligi mumkin. Natijada odam kutgandan ancha kam pensiya olish ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Ayol kishi 1971 yil 3 avgustda tug'ilgan. U 1990 yildan 1996 yilgacha maktabda ishlagan, keyin 3 farzand tarbiyalagan. 2001 yildan 2026 yilgacha tibbiyot muassasasida ishlagan. Bu ayolning hujjatlari to'g'ri bo'lsa, uning staji yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin familiyasi 1994 yilda turmushga chiqqanda o'zgargan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan pasportdagi yangi familiya
o'rtasida nikoh guvohnomasi orqali bog'liqlik isbotlanishi kerak. Oddiy ko'ringan shu hujjat bo'lmasa, pensiya tayinlash cho'zilishi mumkin. 3-misol. Qoraqalpog'istonda yashovchi ayol 1971 yil avgustda tug'ilgan. Lekin u ko'p yillar norasmiy uy xizmatlarida ishlagan. Kimningdir bolasiga qaragan, uy tozalagan, bozor qilgan. U hayot davomida mehnat qilgan, lekin rasmiy staji kam. Bunday holatda pensiya yoshiga yetganda davlat organlari siz ishlamagansiz demaydi. Lekin tasdiqlangan stajingiz qancha deb so'raydi. Mana shu farqni tushunish kerak. Hayotdagi mehnat bilan hujjatdagi mehnat bir xil narsa emas. Men alohida ta'kidlayman. 2026 yil avgustda tug'ilgan sanasi pensiya yoshiga to'g'ri keladiganlarning hammasi bir xil holatda emas. Quyidagi toifadagi odamlar ayniqsa oldindan tekshiruv qilish kerak. Birinchisi, mehnat daftarchasida eski korxonalar borlar. Masalan, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish taresti, tikuv fabrikasi, tuman maishiy xizmat kombinati. Kichik xususiy firma. Agar korxona allaqachon yopilgan bo'lsa, uning arxivi qayerda saqlanayotganini topish kerak. Ba'zan korxona hujjatlari tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan merosxo'r tashkilotda bo'ladi. Agar arxiv topilmasa, odam sud orqali mehnat stajini tasdiqlashga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt va asob talab qiladi. Ikkinchisi, mehnat daftarchasida yozuvlari tartibsiz bo'lganlar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana yo'q, yoki buyruq raqami yozilmagan, yoki muhr o'qilmaydi, yoki korxona nomi qisqartirib yozilgan. Bu mayda narsa emas. Pensiya hisobida har bir yil pulga aylanadi. Bir yil staj tan olinmasa ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchisi, boshqa davlatlarda ishlaganlar. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston yoki boshqa joylarda rasmiy ishlaganlar. Bunday davrlarni hisobga olish uchun xalqaro kelishuvlar, rasmiy ma'lumot almashinuvi, ish beruvchi hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Odam men Moskvada 10 yil ishladim deydi. Lekin agar u davrda rasmiy shartnoma, badal, maosh hujjati bo'lmasa, pensiya hisobiga kiritish juda qiyin bo'ladi. To'rtinchisi, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lganlar yoki o'zini o'zi band qilganlar. Ular albatta soliq to'lovlari ro'yxatdan o'tgan davrlar. To'langan badallar bo'yicha ma'lumotlarni oldindan tekshirishi kerak. Chunki tadbirkorlik guvohnomasi bo'lgani bilan hamma davr avtomatik stajga kiradi degani emas. To'lovlar ro'yxat faoliyat davri muhim. Beshinchisi, ayollar orasida farzand parvarishi davri bo'lganlar. Bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, dekret ta'tili haqidagi buyruqlar, ish joyidan ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol bir necha marta ish joyini almashtirgan bo'lsa, bola parvarishi davri qaysi joyda qanday rasmiylashtirilganini aniqlab olish zarur. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz 2026 yil avgustda pensiya yoshiga yetayotgan bo'lsangiz va oxirgi ko'p yillar davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha ma'lumotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, elektron mehnat tarixi shakllangan bo'lsa, pasport, tug'ilganlik, nikoh, harbiy bilet, diplom kabi hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir oldindan tekshiruv shart. Chunki muammo bor yo'qligini faqat murojaat qilganda bilish kech bo'lishi mumkin. Masalan, davlat maktabida 30 yil ishlagan o'qituvchi ayol bor. U har yili rasmiy maosh olgan, mehnat daftarchasi joyida. Familiya o'zgarishi bo'yicha nikoh guvohnomasi bor, bolalarning hujjatlari bor. Bunday holatda pensiya jarayoni odatda ancha silliq o'tadi. Lekin agar 1990 yillarda bir maktabdan boshqasiga o'tganida buyruq noto'g'ri yozilgan bo'lsa, baribir o'sha davr bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Yana bir misol, korxonada 25-30 yil uzluksiz ishlagan erkak. Elektron bazalarda uning oyliklari, soliq to'lovlari, ish staji ko'rinib turibdi. Bunday odam uchun asosiy vazifa pensiya yoshiga yetishidan oldin shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish. Ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash yeri, mehnat tarixi, harbiy xizmat davri, imtiyozli staj bo'lsa, uning qayd etilganligi. Pensiya masalasida eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri imtiyozli pensiya masalasidir. Ba'zi kasblar zararli yoki og'ir mehnat sharoitlari, alohida ijtimoiy toifalar bo'yicha umumiy yoshdan oldin pensiyaga chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham men og'ir ishda ishlaganman degan gap yetarli emas. Ish joyi, lavozim nomi, mehnat sharoiti, tegishli ro'yxatlar, attestatsiya, buyruqlar va ish beruvchi ma'lumotlari kerak bo'ladi. Masalan, konchilik, ayrim sanoat tarmoqlari, tibbiyotdagi ayrim lavozimlar. Pedagogik faoliyatning ayrim ko'rinishlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin.
har bir holat alohida tekshiriladi. Yana bir nozik masala pensiyaga murojaat qilish vaqti. Ko'pchilik 1-2 oy kesh bo'lsam ham bo'laveradi deb o'ylaydi. Lekin pul masalasida vaqt juda muhim. Pensiya odatda murojaat qilingan sana va qonunda belgilangan tartib asosida tayinlanadi. Agar odam o'z vaqtida murojaat qilmasa, ayrim to'lovlarni kech olishi yoki ortiqcha yugurishi mumkin. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Pensiya yoshiga yetishdan bir necha oy oldin hujjatlaringizni tekshirib chiqing. 2026 yil avgustda pensiya yoshiga yetadigan odam 2026 yil bahoridayoq tayyorgarlikni boshlashi kerak. Ideal holatda esa 2025 yil oxiri yoki 2026 yil boshidan tekshiruv qilish foydali. Yana bitta muhim jihat, pensiya miqdori faqat stajga emas, ish haqi va to'langan badallarga ham bog'liq. Ikki odamning staji bir xil bo'lishi mumkin, lekin pensiyasi har xil chiqadi. Nega? Chunki biri rasmiy yuqori maosh olgan. Ikkinchisi esa eng kam maosh ko'rsatilib ishlagan. Hayotda ko'p odamlar qo'limga yaxshi pul olardim deydi, lekin hujjatda maosh juda past ko'rsatilgan bo'ladi. Pensiya esa qo'lga olingan norasmiy pulga emas, rasmiy ma'lumotga qaraydi. Yana bir tuzoq tanishing bo'lsa, hammasi bo'ladi degan gaplarga ishonmang. Pensiya hujjatli masala. Agar staj bo'lmasa, soxta hujjat qilish katta muammoga olib keladi. Bugun tizimlar bir-biri bilan solishtiriladi. Soxta ma'lumot aniqlansa, pensiya qayta hisoblanishi, ortiqcha olingan pul qaytarilishi, hatto javobgarlik masalasi ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat qonuniy yo'l bilan harakat qiling. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga oddiy bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, tug'ilgan sanangizni aniq tekshiring. Pasport, ID karta. Tug'ilganlik guvohnomasi ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lsin. Agar tug'ilgan sana yoki ism familiyada farq bo'lsa, bu masalani oldindan hal qiling. Bir harfdagi xato ham jarayonni cho'zishi mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni to'liq ko'rib chiqing. Har bir ishga kirgan va ishdan chiqqan sanani tekshiring. Buyruq raqami, korxona nomi, imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar yozuv noaniq bo'lsa, o'sha ish joyidan yoki arxivdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Uchinchi qadam, elektron mehnat tarixingizni tekshiring. Buning uchun Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tegishli davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ma'lumot olish mumkin. Siz mening stajim tizimda qanday ko'rinmoqda degan savolga javob topishingiz kerak. Agar tizimda 10 yil ko'rinmayotgan bo'lsa, bu muammoni pensiya kuni emas, oldindan bilgan yaxshi. 4-qadam, arxiv hujjatlarini tayyorlang. Agar ishlagan korxonangiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. So'rovda ism, familiyangizni, tug'ilgan yilingizni, ishlagan korxona nomini, taxminiy yillarni, lavozimingizni yozing. Masalan, men 1997 yildan 1997 yilgacha falon zavodda chilangar bo'lib ishlaganman. Ish stajimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Aniq yozsangiz javob olish osonlashadi. 5-qadam. Ayollar nikoh guvohnomalarini tayyorlasin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjat bilan yangi hujjat o'rtasidagi bog'liqlik nikoh guvohnomasi orqali isbotlanadi. Agar nikoh bekor qilingan bo'lsa, ajrim hujjati ham kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, FSHD organlaridan dublikat oling. 6-qadam, farzandlar hujjatini tekshiring. Bola parvarishi davrlari. Ko'p bolali ayollar bo'yicha ayrim imtiyozlar yoki stajga ta'sir qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomalari, ayrim holatda vafot etgan farzand bo'lsa, tegishli hujjatlar. Vasiylik bo'lsa, vasiylik qarorlari tayyor bo'lsin. 7-qadam, harbiy xizmat hujjatlarini tayyorlang. Erkaklar uchun harbiy bilet, xizmat davri haqidagi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, Mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma olish kerak. 8-qadam, agar xorijda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni alohida yig'ing. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, to'langan badallar, rasmiy maosh hujjatlari. Migratsion ro'yxatlar foydali bo'lishi mumkin. Bularning hammasi avtomatik qabul qilinadi deb o'ylamang, lekin hujjatsiz umuman imkoniyat kamayadi. 9-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan maslahat uchun boring. Men 2026 yil avgustda pensiya yoshiga yetaman. Hujjatlarimni oldindan tekshirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Agar yozma javob kerak bo'lsa, yozma ariza bering. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyingi harakatni aniq bilasiz. 10-qadam, agar rad javobi yoki tushunarsiz hisob-kitob bo'lsa, huquqingizni himoya qiling. Avval yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga murojaat qiling.
keyin zarur bo'lsa sud tartibida stajni tasdiqlash yoki qarorni qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Men shuni aytaman, ko'p odamlar birinchi javobdan keyin qo'l siltaydi. Aslida esa ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta sud qarori butun pensiya miqdorini o'zgartirib yuboradi. Tasavvur qiling, 1966 yil avgustda tug'ilgan erkak kishi 2026 yil avgustda pensiya yoshiga yetadi. Uning mehnat daftarchasida 1994-1996 yillar harbiy xizmatdan oldingi ish, 1999 yillar zavod, 2010 yillar xususiy firma, 2001-2026 yillar rasmiy ish bor. Qog'ozda juda yaxshi ko'rinadi. Lekin xususiy firma 2008 yilda yopilgan, 2009-2010 yillar uchun arxiv topilmayapti. Agar shu 2 yil tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kamayishi mumkin. Demak, u 2026 yil avgustni kutmasdan 2026 yil yanvardayoq arxivga so'rov berish kerak. Yana bir vaziyat. 1907 yil avgustda tug'ilgan ayol 1991 yilda ishga kirgan, 1993 yilda turmushga chiqqan, 1994, 1997, 2002 yillarda farzandli bo'lgan. Mehnat daftarchasida eski familiya bilan yozuvlar bor. Pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yo'q bo'lsa, stajni bog'lashda savol tug'iladi. U avval FADEOdan dublikat oladi, keyin ish joyidan ma'lumotnoma oladi. Shundan keyin pensiya jarayoni osonlashadi. Yana bir holat, odam 25 yil Rossiyada ishlab kelgan. U o'yga yaxshi pul topgan, oilasini boqqan, uy qurgan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Pensiya hisobida bu davrni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men xorida ishlayotganlarga ham doim aytaman. Bugungi topgan pulingiz yaxshi, lekin ertangi pensiyangiz uchun rasmiy hujjat ham kerak. Shartnoma, soliq, sug'urta badal bo'lmasa, yillar havoga ketishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, 2026 yil avgust pensiya masalasida ko'pchilik uchun oddiy o'y emas. Erkaklar orasida 1916 yil avgustda tug'ilganlar. Ayollar orasida 1907 yil avgustda tug'ilganlar. Shuningdek, imtiyozli tartibga tushishi mumkin bo'lganlar hujjatlarini hozirdan tekshirish kerak. Eng muhim haqiqat shuki, pensiya yosh bilan boshlanadi. Lekin hujjat bilan hal bo'ladi. Staj tasdiqlanmasa, arxiv topilmasa, familiya mos kelmasa, to'lovlar ko'rinmasa, odam o'zi kutgan pensiyani ola olmasligi mumkin. Men sizga ekspert sifatida maslahat beraman, kutib o'tirmang. Mehnat daftarchangizni ko'ring, arxivga so'rov bering, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring, pensiya jamg'armasiga oldindan boring, barcha hujjatlarni tartibga keltiring. Bugun qilingan tayyorgarlik ertaga sizni oylar davomida sarson bo'lishdan saqlaydi. Agar siz yoki yaqinlaringiz 2026 yil avgustda pensiya yoshiga yetadigan bo'lsa, izohlarda tug'ilgan yilingizni va holatingizni yozing. Rasmiy stajingiz bormi? Mehnat daftarchangiz tartiblimi? Arxiv muammosi bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam yutadi. Kech qolgan odam esa hujjat ortidan yuguradi.